Texda o'qiganman-da. 2002-yil kirganman, 2003-yil meni haydab yuborishdi o'qishdan. Aka deb o'qituvchiga boraman, bunga boraman. Уже ketding, bo'ldi, boshqatdan o'qiysan yana yil debdi. Kim hal qiladi o'zi buni desam, rektor hal qiladi debdi. Rektorning xonasiga yo'lini qilib kirdim. Meni o'qishdan haydab yuborishdilar. Iloji bo'lsa, meniki sababli darsga kelmaganligim dedim-da. Nimaga darsga kelmading? Qancha MBing bor ekan dedi. Bilmayman qanchaligini, jon aka yordam bermasangiz bo'lmaydi dedim. Chol bo'lardi, nogiron chol. Oyog'i yo'q. O'shan bilan bitta kvartirada yashayman dedim. Haqiqatan yashayman ham. Ha, sabablimi dedi. Ha, aniq sababli. Odam qo'shib bering, hozir olib boraman, kvartiraga olib boraman, ko'radi dedim. Kim bilan yashayman, qanaqa nima. Bo'ldi dedi, bo'ldi, ishondim dedi. Ras telefonda olib dekanimizga telefon qildi-da, palonchi vastanavleniya qilib yuboringlar, bu bolaniki sababli ekan dedi. Endi men hali ko'p ishni o'ylamay qilib deyman degan. Xursand bo'lib keldim-da dekanning xonasiga, shunday kirib kelsam o'tiribdi. Ha, qanday nima qilding dedi. Vastanavleniya bo'lsam, mana o'chirdim. Men bilasizmi, tankam juda zo'rda, rektorga ham o'tkazib yuboradi gapni dedim-da. Ha, zo'rmi tankang dedi. Juda zo'r desam, ha, bo'ldi deb ras telefonda ustoz, mana shunaqa buni tankasi juda kuchli ekan-a. Qarang, sizda ham o'ynatib yuborar ekan-a desa, kim aytayapti? Uni tankasi yo'q. Buning bunaqa deyapti deb, bu короче, bez vastanavleniya haydab yuboringlar undaqa deb bo'ladi dedi. O'xshagan ishda bir sekund. O'zingizga o'zingiz